nasha chekkandan keyin erkak kishida jinsiy quvvat ko'tariladi. Jinsiy hayotingiz rang-barangroq bo'ladi. Lekin oxirgi tadqiqotlarga qaraganda Men's Health jurnali 5 ta bir-biriga o'xshamagan izlanishlarni chop etdi. Olimlarning tadqiqotiga ko'ra, nasha chekuvchilarda jinsiy zaiflik rivojlanish ehtimoli 69.1% ni tashkil etgan. Albatta, sizga nasha zo'r effekt beradi. Hamma yoq yaxshi bo'lishi mumkin. Avvaliga 3-4 yilda siz o'zingizni eng zo'r holatingizni his qilasiz. Keyingi yillarda esa sizda katta ehtimollik bilan, ya'ni 69.1% ehtimollik bilan jinsiy aloqa umuman yo'qolish xavfiga ega. Siz aytishingiz mumkin, menda hammasi zo'r, hech qanday muammo yo'q deb. Bunday bo'lsa, siz bilan yaqin kunlarda ko'rishamiz. Bu degani siz kundan kunga so'nib boraverasiz. Ushbu videoni nasha chekayotgan yoki sigaret chekib, menga hech qanday salomatligimga ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylayotgan yaqinlarga yuborib qo'ying.